hurmatli 59-sonli Bagakol madaniyat markazi ijodiy diniy xodimlari. Bugun kichkina o'tirishimizdan bitta maqsad ustoz san'atkor. Mana shu madaniyatning ustunlaridan biri Yodgor akamni tavallud ayyomlarini nishonlayapmiz. Kollektiv nomidan, jamoa nomidan, o'zim nomimdan, oila nomidan barcha sizni tanigan bilgan nomdan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Piyeslarga chiqing. O'shanda ham mashayda biz bilan bir qatorda ishlar yurish nasib qilsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Doim shunaqa yaxshi kunlar bo'lsin. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Har kunga jamoa nomidan kichkina sovg'a kesdim. Hurmatli kelishimiz mana O'zbekistonda qanot o'stirgan aka Allohga ming qattiq shukr. Mana shu O'zbekistonda hazrat shodamiz ya mana san'at tufayli taniganmiz. Ular O'zbek san'ati gulkiraversin, madaniyatimiz gullaversin. Bizim mana shu 59-sonli madaniyat markazimizga ham ko'rsatamiz. Yaxshilik bo'lsin. Aql bo'lib, totuv bo'lib yashayveraylik. Aka, aqlga bo'lsa kerak. Mana bu Makka bo'ladi. Haj umraga keladi, mana bu ashqolari. Alloh bo'ladi. Xudoy yashayveradi. Uzoq umr ko'ring. Birga hajga keladingmi? Amin. Inshaalloh. Hammani uchun muntazir qana marhamat.